Bila mikrofon o'chib qopti. Bolalar gapiribman, bila ganda o'yinni qaranglar jalab. 100 dan ushlaganim hammasi pustoy. 18x. Endi biladi biror narsa bular 12 ta spin o'jalab 12 ta spinda bir 100 o'yna olmasang nahxu chiqargan bunaqa o'yinlarni big haze berdi-yu billa davay bu Zanos oxiri ushladim bu harom o'yinni Zanos ushladi bilad ikkita chaqirib yubordi birdaniga pizdes bu pizdes bolalar bu pizdes 100 bor bitta spinda 100 bor 32 ber endi yana oxirigacha o'tiradi mana shunaqa hozir bitta bermay oxirida 3 ta qolganda bitta berib yuborsa kerak bular 2x ga o'tadi yo bu pizdes qilyapti lekin bola bu safar haqiqatan seriozniy bo'layapti o'yin bu seriozniy bo'layapti bu yo'l 2,5 5 berdi billa pizdes joyda ko'tardim lekin 2x ga o'tdi x ga o'tdi yana 3 ta berib yuborsang bo'ldi yana 3 ta berib yuborsang bo'ldi ko'pmas bitta bor bu bala yana bitta bor pustoy beryapti-yu lekin beryapti mayli bala 3x 10 gacha borsa bala quyib 20 ta spin ta spin bor bitta pustoy bo'lsa ham o'ynab turib bo'pti 10 gacha yetib ol 10 gacha borgancha 20 ta spin bo'lsa ber endi bitta bo'lsa ham yana billa bera qol bitta yo'q bo'ldi menimcha 10 gacha bora olmaydi bu adashib beryapman deb o'ylab qoldimmi billa shuncha spin havoga ketdi ya billa bo'lishi mumkin emas 15 talar spin bolalar menimcha hech narsa o'ynamadi 3 ta berib yubor bilad 10x bo'lib ketadi agar 3 ta berib yuborsang bu ham zo'r yomon emas bor 3 ta spin bor lekin shans bor bilad 15 15 30 yorib yubordi bilad yorib tashladi lekin 47 yana bitta oddiy pustoy bo'lsa ham bitta sizdes bilad 10x ga keldik jallab bolalar aytgan narsam bo'ldi lekin aytgan narsam bo'ldi qachondir Zanos ushlayman dedim bu harom o'yin 73 balans bola 73 hali 10x bor bitta big haze o'ynab qolsa 10x ga ikkita spin o'ynab ber bo'pti 10 da ikkita spin davay tepasida qolib ketdi Alla 10 da o'ynamaganni qaranglar-da. Bor bitta. Bor 2 220 billat. Bugun o'sha kun bugun ekan jallab. 20 93 baland. Bo'ldi. Oxiri borku, oxir ushladim bu harom o'yinda Zanosni. Udarni ushladim lekin 70 berib yubordi. Jallab 70 ham beradimi? Oxir berganini qaranglar. 70 bo'ladigan bo'lsa 125 dan nechi bu? 500x bo'ladimi? 500 bo'ladi, to'g'rimi? 100. Yo'q, 500 emas. 600 bo'ladi. 600 bo'ladi menimcha.
Bala balans 1,5 qolganida da bolalar bugun bo'ldi tugadi degan joydan bala 93 ga chiqdi qaytib. Romi. Mana shu 150 dan 90 gacha aylantiraman bo'ldi, stop. O'zini amiga kirib ketsa mana shu o'yinlari yaxshi kayfiyatda tugatganga yetmaydi bolalar streamni. Sal minus bo'ladi, yana o'shan qaytaraman deyman. Yo olmaga kiraman, yo bir narsa qilaman, shu bilan yo'q qilaman. Yolab yetdi, rovna 70 berganini qaranglar. Shunda necha x bo'ladi u 70? Nechi bo'ladi? Birinchi yozgan bolalar 10 ta odamga chatda birinchi yozgan 70 bo'lsa 125 dan necha x bo'ladi? Tez faqat 10 ta kishi. 90 qolgancha. Birinchi yozgan 10 ta kishi. $500. Bir to'xtanglar, yozmay turinglar, bilaman, men o'zim hisob kitobimni chiqarmayapman. To'xtab turinglar, keyin hisob kitob qilamiz. Jala bu yoq soqqal ish ketyapti bolalar. Jala firuzlikdan berib yubordi yana bitta. Bala pustoy berdi-da shu. Kim bo'lsa 1 millionga olsa ham bermaysan. Bor 1.8 ga 8 3 bor ekan. Yana 5 berib yuborsa. Yana bitta spin bo'ldi. Yana bitta bo'lsa 2x. 2x da aniq nimadir bo'ladi. Iskacha chiqa olmadi. 98 ga keldi, biladi. 2 berib yuborgan. 2. Ikkina deb olib bir narsa qilaman. Bo'ldi, xullas bolalar, stop. 95 bo'ldi, kerak emas. Hop. 540. Bolalar, to'xtanglar. Buni qanday qilsam bo'ladi? Hozir men endi buni birinchi yozgan 10 tani aniqlay olmayman. Chunki juda ko'p yozib tashladinglar. Eng oson yo'li bolalar, hozir Telegram kanalga obuna bo'lmaganlar o'tib obuna bo'linglar. Telegram kanalda o'tkazib yuboraman. Hech qanaqa shart yo'q. Shunaqa bironta bir savolmi, shunaqa narsa tashiyman.